Barchaga salom bolalar, sizlar bilan men Vlogs. Короче, bolalar, bugungi videoda men sizlarga hammaga kerakli bo'lgan top 4 ta tekstura paklarni ko'rsatib, obzor qilib beraman. Albatta video boshidan videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men tezroq 1 obunachiga erishmoqchiman. Va albatta videodagi tekstura paklarni men sizlarga shu videoda 30 ta like bo'lgandan keyin Telegram kanalida video qilib o'rgataman. Telegram kanalimiz silkasi bo'lsa, kanalimiz menyusida bo'ladi. Unda videoga go. Xo'p, короче, bizda bu bizani birinchi tekstura pakimizda ko'rib turganinglardek bu tugmalar va nastroykalar umuman boshqacha va orqa foni ham o'zgargan. Bu umuman Minecraft'larni boshqacha ajoyib, nima desam bo'ladi, murakkab qilib tashlaydi. Bu o'zi oson bo'ladi, lekin boshqa video olsalaring murakkab tuyuladi. Hozir biz bironta yangi mir ochib, ichiga kirib ko'rsatib beraman men sizlarga. Okey, bu yoqdan yangi mir ochamiz. Xo'p, kreativ, survival, kreativ. Bo'ldi, kreativ qilamiz chunki men sizlarga bo'ldi. Mana mirga ham kirib oldik. Ko'rib turganinglardek tepada F8 va F1 tugmalari turibdi. F1 bu hamyonni yo'qotib qo'yadigan tugma, F8 bo'lsa pastlarda o'zingizlarning personajlarni qanday harakatlanayotganini ko'rsatsanglar bo'ladi. Va bu Minecraft survivalida juda ham qiziqarli va chiroyli chiqadi bolalar. Ko'rib turganinglardek juda ham ajoyib. Mana F1 tugmasini ham ishlatib ko'ramiz. Vobshem chotki istagan ovozlargacha ham chiqib beradi. Xo'p, mana bo'ldi, biz aytgancha biz kreativ deydik. Xo'p, mana inventarga kiramiz. Mana inventarning ko'rinishi bolalar. Mana bu yerda har xil tugmalar turibdi. Bu prosta sizlarni o'yinlarda juda ham osonlashtiradi. Mana alli bostirib bitta o'sha bloklar ustiga bosib, hammasi tushib ketyapti do'stlar. Xo'p, mana hozir bittalikni bosamiz endi. Xo'p, bittalikni bosib ustiga. Okey, hozir bitta tushib ketyapti. Bola ko'rib turganinglarda men hech qanaqa ajratib o'tirmayman. Shunday bitta tushirib oladi. Xo'p, bu. Mana bu ko'rganinglardek sirazi u yoqdan bu yoqqa oladi. Misol sondiqda ashuni bostirib bitta shunday bossalar, o'zingizlar inventorlarga o'tkazib beradi. D bu nima? D. Okey. O menimcha shunday. D bo'ldi. Bu D. Xohlaganingizcha shunaqa qilib tarqatib qo'yib beradi bolalar. Adashmasam shunaqa. Yana bilmadim, bilganlar kommentariyada yozib qoldirsin. Xo'p, короче, bolalar, bu bizning birinchi tekstura pakimizni ko'rib turganinglardek juda ham murakkab va chiroyli qilib ko'rsatib beradi hamyoni va nima desam bo'ladi, o'yinlarni osonlashtirib beradi. Bu sizlarga juda ham ko'p foydasi tegadi. Videolarda har xil survival video qilsanglar juda ham chotki bo'ladi bolalar. Xo'p, короче, bolalar, biz shu joyni o'zida ikkinchi tekstura pakimizga o'tib ketamiz. Xo'p, undan oldin men shu birinchi tekstura pakda bitta joylarni ko'rsatib beray sizlarga hozir. Bir daqiqa. Xo'p. Okey, ko'ryapsizlarmi? O'tkazsam qanaqa tez men klaviaturani nimani inventar ustiga bosib o'tirmayman. Chap va o'ng tarafda ko'rganinglardek, o'ngga chapga strelkalar bor. Ashi o'zi sizlarga inventarni tezgina o'tkazib berishga yordam beradi bolalar. Bu juda ham sizlarga plus bo'lgan bo'lar edi bolalar. Xo'p, men endi ikkinchi tekstura pakni ko'rsatadigan bo'lsam, mana ko'rganinglardek daraxt boshqacha teksturada. Barglarini ko'ryapsizlar, barglari ham juda ham boshqacha teksturada. Bilsanglar, Javada barglar shunaqa bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu tekstura pak, короче, hamma yo'lda Javanikidaqa qilib beradi. Bu asosan qishloq videolarda juda ham qo'l keladi. Hozir men sizlarga mana bu taxtalarni olib borib ko'rganinglardek Javanikidaqa. Qo'y ham hattoki Javanikidaqa bolalar ko'ryapsizlar, mana bu o'tlar hammasi Javanikidaqa qilib beradi teksturalarini. Hattoki yer loy blokdan tortib nima desam bo'ladi, qo'y hayvonlargacha Javanikidaqa qilib ko'rsatib beradi bolalar. Toshlar ham hattoki Javaniki bolalar. Hozir men sizlarga yana bir narsa ko'rsataman. Shu yo'dan narsalar olib va ekib ko'rsataman bolalar. Mana bu yo'ni buni olamiz, короче. Xo'p, mana ko'ryapsizlarmi? Kartoshkalar, hattoki Javanikidaqa sabzilar ham Java teksturaga o'tgan bolalar. Xo'p, bu yo'dan suvlarni ko'rsatamiz. 50 bitta oltin oladi. Oltinni ko'ryapsizlarmi? Oltin bedrockda bunaqa bo'lmaydi bolalar. Teksturasi boshqacha bo'ladi. Buni bilganlar biladi. O'shamasanglar 30 ta like yig'ib bersanglar, men o'zingizlar bemalol o'rgatganimdan keyin ko'rasizlar. Xo'p, mana bolalar, короче, kartoshkalarda ekdim. Kartoshkalar ham Java teksturada bolalar. Bu sizlarning qishloq video olishingizga juda ham katta foyda beradi do'stlar. Albatta 30 ta like yig'ib bersanglar, men sizlarga shundoq mana shu tekstura pakka nima desam bo'ladi, ko'rsatib, qanday yuklashni ko'rsatib beraman va maza qilib videolar olasizlar. Mana ko'ryapsizlar, mana bunaqa qum ham hattoki shunaqa qum ham Java teksturasida bo'ladi. Bu sizlarga qanday o'tdim? Bo'ldi. Mayli, bu sizlarga juda ham katta foyda beradi do'stlar. Albatta qishloq videosilar prosta bomba. O'zim ham bir paytlar
Mana shu tekstura pakni rosa yoqtirganman, bir tanishim topib bergan. Xo'p, bolalar, bizda 3-tekstura pak. Ko'rib turganlaringizdek orqa fonlar va mana bunaqa hamma yoq shishali ko'k bo'lib qolgan. Bu menga juda ham yoqdi. Hozir yerga kirib ko'rsatib beraman. Men sizlarga ko'rganlaringizdek juda ham chiroyli bolalar. Вообще chotki. Xo'p, mana yerga ham kirib oldik. Mana inventor уже ko'k. Bu просто buma bolalar, ajoyib chiroyli. Oddiy Minecraftdan zerikkanlar uchun mana. Ko'ryapsizlarmi? Вообще chotki ham bo'ladi. Wow, mana buni qaranglar, hamma yo'q normalniy, просто bomba. Hozir verstak olaydi. Okey, hozir verstakni ichini ham ko'rsatamiz. Maza qilib survival qilsanglar bo'ladi bu bilan. Wow, mana ko'rib turganlarda hattoki mana shu verstak nimasini ham orqasini har xil nima desam bo'ladi, ko'k qilib bergan, shishali ko'k qilib. Bu juda ham chiroyli ko'rsatadi. Masalan, menga yoqdi bolalar, bu bilan har xil qiziqarli videolar olsanglar bo'ladi. Ko'rganlaringizdek 3dagi Minecraft 3dagi уже pilusini ham boshqacha qilib bergan. Bu вообще chotki bolalar, albatta sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Nastroykalarga kirib ko'ramiz. Okey, nastroykasiga kirsa endi yog'ini ko'ramiz bolalar. Xo'p. Okey, mana bolalar. Nastroykalarni ko'rib turganlaringiz, nastroykalari ham hattoki mana shunaqa ko'k bo'lib qolgan. Albatta bu просто bomba bolalar. Albatta bu tekstura pak sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu bizani 3-tekstura pakimiz. Уже TV'dan ko'rgan bo'lsanglar kerak. Kirib ko'ramiz aytgancha mana. Bolalar ko'rganinglardek bu Olive tekstura pak, ya'ni bu sizlarga Minecraftning trailer versiyasini chiqarib beradi. Ko'rganinglardek hamma o'zgargan. Mana bu nima desam bo'ladi? Mana bu hayvonlarni qaranglar. Kartoshkalar ham o'zgargan, hattoki xo'p mayli. Mana bu hayvonlar o'zingizlar bilasizlar bu qanaqa hayvonligini, to'g'risi meni esimdan chiqib qoldi. Barglar hatto 1 pikselda bolalar. Bu tekstura pakni sizlar zerikkaninglarda maza qilib o'ynasanglar bo'ladi va nima desam bo'ladi? Sizlar bu bilan videolar olsanglar bo'ladi har xil. Mana bu daraxtlarni qaranglar, kartoshka, bularga вообще gap yo'q. Hop, mana bu bloklar просто bomba bolalar, вообще chotki. Menga yoqdi bolalar. Balkim shunaqa qilib video ham olarmiz. Bilmadim, hali balkim olarmiz. Suvlar o'z-o'zida. Xo'p, mayli, suvlar kerak emas hozircha bizga. Mana divanni qaranglar bolalar. Divan menga birinchi o'ynagan Minecraftni eslatib yubordi. Oldingi Minecraftlarda ham divan xuddi shunday ko'rinishda bo'lar edi. Bundan sal boshqacharoq, lekin shunaqa bo'lardi. Versak kerakchi bolalar, versak. Mana bu sonduqlarni qaranglar. Bu menga bir videoni eslatib yubordi. Steve va Alex sarguzashtlari degan video bo'lardi. Alfami shunga o'xshash YouTuber tarjima qilardi. Xuddi shu sonduq meni eslatib yubordi. Wow, mana bu pechkani qaranglar. Просто bomba. Hozir uxlab turamiz, kerakchi. Hop, okey. Hop, bo'ldi bolalar. Mana buni qaranglar. Juda ham chiroyli bolalar. Просто old Minecraft trailer versiyasi. Hop, bizga zombi kerak. Zombini ko'ramiz. Hop, kallasini olamiz, elite tuxumini ham bo'ldi. Hop, endi ko'ramiz bu zombi qanaqa yonib ketadi. Aytgancha bo'lib bu yerga qo'yaylik. Xullas, mana bo'lib bu yerga qo'yamiz. Ko'rganinglardek prosta ajoyib. Hop, bu bizning oxirgi tekstura pakimiz edi. Aytganimdek 30 like qilib bersanglar, men bularni Telegram kanalimda o'rgataman. Albatta video qolmasa, videoga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.